qora kashdan 3-4 ta sarig'i bor ekan. Mana qarang, bularni jullarini ko'ring, mana qo'ylarni hammasini mana xohlaganingizni ishlatamiz. Mana qo'yni qarang. So'ydi ekan hozir. Bular xudo xolasa dekabrsk qo'zilar. Bular kecha avval kuni 1 oylik 1,5 oylik qo'zi emas, dekabrsk qo'zilar. Akalar bunaqa sifatli hech qachon o'g'rirdagi yem bermaydi akalar. Sherzamin buni ajratmaslik kerak. Bir joyga olishsin, foydasini qilishsin. 3 million 200 ming so'mdan. Dastlabkasi ham ichida. Dastavkasi bor, bir hafta yeb ichishiga sinov olishadi. Alloh rozi bo'lsin. 100 ming so'mdan ketaveradi akalar. Samarqandgacha bo'lgan dastavka xizmati ichida akalar sifatlariga ahamiyat berib qo'ying. Hammasi 4 ta tuya bitta akalar deyishingiz mumkin. Yo'q. Ertaga buni kelajagiga siz mablag'ingiz bilan birinchi o'rinda akalar vaqtingizni sarflab, shunisiga kuyib qolmasangiz bo'ldi. Mana shu qo'yni Sherzam 7,5 millionga bermaganman. Ha. Mana ikkita qo'ydi ichida. O'sha oxirigacha ko'rib turinglar deganligim uchun shu surprizi bor. Bu yigit teskari qo'yadi. Assalomu alaykum. Zaminingizning ashaddiy kuzatuvchilari, chorvachi qo'ylar, hurmatli aka-ukalar. Bugun Namangan viloyatida To'raqo'rg'on tumani o'sha mashhur optimchilar, arzonchilar qishlog'i Saroy qishlog'i akalar. Yana bir arzonchi aka-ukamiz qo'shib emasganmiz. Inshaalloh bu yerda 3-4 partiya akalar o'ta ham yegan. Soni 100 dan ortiq inshaalloh aka. Sherzamin keling. Xo'p. Assalomu alaykum. Obunachilar, yaxshimisizlar? Bugun qo'yimiz 100 dan ortiq. Xudo xolasa. Egizchisi ham bor, uruqqa varianti ham bor, kattasi ham, kichigi ham bor. Qo'y kerak deysa bor hammasi. Gap bo'lishi mumkin emas. Hurmatli obunachilar, buni bari emas. Bu o'sha to'g'liga damini beradigan yirik qo'chqorga aylanib bo'libdi akalar. Sifatiga baho beraman akalar. Qora kashdan 3-4 ta sarig'i bor ekan. Mana qarang, bularni jullarini ko'ring, mana qo'ylarni hammasini mana xohlaganingizni ishlatamiz. Mana qo'yni qarang. So'ydi ekan hozir. Bular xudo xolasa dekabrsk qo'zilar. Bular kecha avval kuni 1 oylik 1,5 oylik qo'zi emas, dekabrsk qo'zilar. Qo'yni holatini qarang. Turishini ko'ring, mashalloh. Bo'ylari 70 plus 75 plus minus 70-75 sm. Xuddi shunaqa. Hurmatli obunachilar, to'g'liq qo'yida damini beradigan sortlik toza hisori elitasidan olaman degan aka-ukalarimizga bugun o'ta ham sensatsiya narxda chiqib keladilar. Mana qo'chqorlar akalar biror dona past yo'q, ko'ti osilga netgani yo'q, hammasi oldi ketidan tulayotganlar. Mashalloh. Shaytiga bitta like bosib qo'ying. Inshaalloh bunaqa zo'ridan boqish obunachilarga nasib qilsa mana. Zo'ridan olaman desangiz aka, Sheralaga, Padilisa aka. Hoji aka, birinchi partiyamiz nechta? 25 ta. Hammasi qo'chqor. Bari qo'chqor. Mikinchi kim boshqa sovliq-povliq pichma-pichmasi yo'q. Hammasi qo'chqor. 2026-yil trend beriladi ekan. Trend qo'chqorlar o'zi beradan chiqib bo'lganda hoji bu. Qo'ydi holatiga qarab narx belgilaveramiz. Yengil qilib beramiz. Xudo xolasa bozordan ancha yengil qilib beramiz. Shu holatiga hozir bu 70-75. Bo'yi 70-75. Bari qo'chqor. Pichmasi bo'lsa, sovlig'i bo'lsa o'zimizga tan. Gap bo'lishi, hurmatli obunachilar, sutdan bayava chiqqan. O'ta ham tini, hozir ham o'g'irda turib, bir kasadan yemini ko'taraveradigan holatga yetib keldi akalar. Shaytiga bitta like bosib, hammasi sirg'ali bir, bular hammasi bir cho'panniki. Bitta cho'pon, bitta atar. Akalar mana ko'ringlar, toza simga o'ynayapti mana akalar. Biror donasini dumbasi urug'-purug'i yo'q, osilgani yo'q, hammasi tiniq. Birinchi partiya ham soni nechta? 25 dona. 25 dona. Bir joyga qancha qilamiz aka ayting. Xo'p, 4,5 desak ham bo'laveradi. 4,5 ga ko'taradigan qo'y asli. To'g'ri. 4 million 200 mingdan beramiz. Tushib bering hoji aka, bir maza qilib olsa obunachilar to'g'risi. Like bosib, kommentariy yozib, otangga rahmat deysin 4 milliondan. Hoji aka, Yana xayri bor. Nechta soni? 25 ta. 25 tangizga bir joyga olsa 39 dan qilib berasiz. Hammasini bir joyga tortdim deysa, O'zbekiston bo'ylab dastlabki bo'ynimizga gapingizni sindirmayman. 3 million 900 ming so'mdan barakasini bersin. Hurmatli obunachi, buni qo'chqor turgan urug'liqqa iminni zaminiz tavsiya qiladi akalar. Sifatiga baho berib qo'ying akalar. Hammasi o'ta ham simpatiya deydi-ku, nomer 1 birinchi sortlardan hisorini. Akalar bunaqa sifatli hech qachon o'g'rirdagi yem bermaydi akalar. Sherzamin buni ajratmaslik kerak. Bir joyga olishsin, foydasini qilishsin. Omadlarini bersin kim olsa. Hurmatli obunachilar, mana yoshi ham qurbonlikka o'zi yetadi. Xudo xolasa, yo'q uka, men uzoqroq boqaman degan aka-ukalarimizga ham tavsiya qilaveramiz, hurmatli obunachilar. Buni qo'chqorlar bir sifatiga ahamiyat beringlar. Haqiqatan to'g'risini aytganda birinchi bor chiqaryapman. Chiqardim, ammo bunaqa zo'rini birinchi bor chiqaryapman. Sababiki oson emas to'g'ri kelish. Qo'ydi soni ham bitta ikkita emas, hammasi bir xil. 25 dona. 25 dona. Men qarang, ichida 4 ta 5 ta ham savdosi bor-da. Bitta olishsa ham savdosi bor, kelishamiz. Gap yo'q. Erkakni gap bo'ldi. Hurmatli obunachilar, maza qilaman deb, olaman degan aka-ukalarim aloqa chiqing. Bir dona bo'lsa vodiy bo'ylab, 4 ta 5 ta 3 ta 4 ta bo'lsa Toshkentga, 5-6 ta o'tib qolsa akalar, tog'du yog'i voqagacha inshaalloh yetib boradi akalar. Buni har tomonni olishga harakat qilinyapti. Gap yo'q, hoji aka, zo'rlanib ketdi bu safar. Bu birinchi partiyamiz, ha? Ha. Ikkinchi partiyasiga bundan arzonlashib keladilar.
Hurmatli obunachilar, ikkinchi partiyamizga tandirdan switch chiqib kelganlar akalar, yungigacha olingan bezras xot akalar. Borasiz, shunda yemini hashagini inshaalloh berasiz, bo'ldi. Hech qanaqasidan yutkizmaysiz akalar. Faqat qo'yni semirib o'sishini kutib yotasiz akalar degan joyga. Hoji aka nechta soni? 23 ta. 23 ta. Hammasi qo'chqormi? Yo'q, 3 ta urg'ochisi bor. Ha, changlatgani qo'shib qo'ygansiz. O'zi Qo'shganmiz, ha. 3 ta urg'ochisi bor. 20 ta qo'chqor, 3 dona urg'achisi bor. 23 ta soni akalar. Sifati o'ta ham tiniq. Bularni ham hammasi hisor akalar. Suyakli variantidan ekan bular ham. Suyagi zo'r. Yeb ichishga xudo xolasa 1 haftaga sinovini bemalol sinovini qilib olishaveradi. aka. Dastlabkasi uni o'ylashmasa, uyi bo'lsa bo'ldi. Bir xona uy bo'lsa deydi-yu. Ha, shunday. Uyi bo'lsa bo'ldi. Samarqandgacha besplatni. Samarqandgacha besplatni. Gapi, hurmatli obunachilar, bir qo'r sifatlariga ahamiyat bering akalar. Bunaqa sifatdagi, bunaqa toza qo'yda to'g'risi kamdan kam topasizlar akalar. Hammasi oyoqlari ham stakan tuyoq, suyakli variantidan akalar. Hurmatli obunachilar, hammasi sirg'ali. Gap yo'q. Qorani ham haligi har xili bor-da. Ochiq qora ekan, yaltillab turar ekanda. Ha, qo'ylar toza qo'ylar. Hurmatli obunachilar, e'tibor bering. Toza simjun variantini olaman degan aka-ukalarimizga agregat qilingandan keyin ham qo'chqor o'zini sifatini yo'qotmaydi akalar. Shu holatda yaltirlab turadi akalar. Mana hammasini ko'ring, bir yerda dumbasi osilgan netgani yo'q. Hammasi bir xilda. 23 dona, 3 dona sog'lig'i bor. Hoji aka qanchadan qiladi? Bular yoshlik qanaqa? Sherzamin bular ham xuddi oldingisi dekabrski qo'zilar, xudo xolasa. Shu 4 oylik, 3 oylik, 4 oylik atrofida qo'zilar. Undan pasmas. Xo'p, nargilar bilan deyarli bir xil sorti boshqa cho'pandiki bular. Bu ham hisori. Ha, bu ham hisori. Bo'ldi. Faqat boshqa cho'pandiki. O'tgan safar siz kanalingizga 10 dona qo'ydik shu qo'ydan. Bir kishi oldi. Gap bo'lishi mumkin. Alloh Otasiga rahmat, bir kishi oldi. Bu safar sal ko'pchilik so'rovdi. Ko'proq olib keldik obunachilarga. Yetkazib bersak, xudo xolasa xursand bo'lamiz. Bular bo'yi qanaqa? Bular 70-75 bormi? 70 atrofida plus minus. 70 plus minusga ketaveradi. Bo'ldi bering. Qani bismillah, qanchadan berasiz? Xo'p, bular 4 milliondan beramiz. Yo'qna demang, hoji aka, tushib bering endi o'zingiz. Optim degan joyi bor. Misol, bo'ldi, optim degan joyiga qayerga o'tib beramiz? 3 million 950 dan 50 dan o'tib beraman o'zingiz. Hoji aka, bunday qilamiz. Soni 23 ta ekan, telefon qilib baraka deyshadi. 3 million 700 dan qilib beramiz. Yo'q, Sherzamin, biz ham non talab. Yo'q. Mashada bir kishi bolalar bor, mana shogird yigitlar bor, ozgina tirikchilik qilamiz. Hoji aka, ziyon bo'lmasa bering, foyda bo'lsa mayli. Maydasi bordir, to'g'ri, uni ham chiqaramiz. Ha, katta kichigi bor, endi qo'ydi holatini ko'rib turibsiz. Qo'yda hammadan foyda qilib bo'lmaydi. Pasti ziyon, oldi foyda, o'rtasi pulga ketadigan narsa-da aka. Agar bo'laveradi desangiz 37 dan bering, shunchalik olib kelsangiz aka, 102 ta Alloh taolo qodir qilyapti. Bir joyga telefon baraka deyshadi aka. Xo'p, mana qarang. 37 dan asli ziyon emas, qilingan mehnatga boshqaga bo'ladimi? Sal ozroq bo'lib qoladi. Endi hozirda baraka, hoji aka. Bo'ldi, bir joyga deyishsa, ha, dastlabga qilib berasiz ama. Bitta bo'ldi, dastlabkasini qilib beraman. 3 million 700 mingdan bitta obunachingiz oldimsa, barakasini bersin. Yashang. Hurmatli obunachilar, 3 million 700 ming so'mdan ketaveradi akalar. Samarqandgacha bo'lgan dastlabki xizmat ichida akalar sifatlariga ahamiyat berib qo'ying. Realni iminni 200 ming so'm akalar arzon bo'ldi. Zaminus tavsiya qiladi, yurakdan aytyapman. Aloqa chiqing soni 23 ta. Birinchilardan uspet qilib oling, chunki akalar inshaalloh zoti zo'r suyakli variant. Hammasi 4 ta tuya bitta keladi deyishingiz mumkin. Yo'q. Ertaga buni kelajagiga siz mablag'ingiz bilan birinchi o'rinda akalar vaqtingizni sarflab, shunisiga kuyib qolmasangiz bo'ldi. Sherzamin buni oxirini zo'r qilib berishsin, foydasini olishsin. Gap yo'q. Oxirini zo'r qilib berishsin, foydasini olishsin. Foydalanishga olaverasiz. Olamiz kerak bo'lsa. Gap bo'lishi mumkin. Hurmatli obunachilar, xohlang donalab, xohlang bir joyga oling. Optim narxda ham 200 ming, 300 ming so'm arzon chiqdi. Tavsiya qilib qolaman akalar. Ulgurib oling birinchilardan. 3 million 700 mingdan narx sensatsiya bo'ldi akalar. 4 million 3 million 900 ming qo'yilayotgan qo'chqorlar. Bu ikkinchi partiyamiz. Hurmatli obunachilar, uchinchi partiyamizga akalar yoshroqda, ammo o'ta ham sog'lomdan akalar. Mana yurishlarini ko'ryapsizlar. Soni nechta hoji aka bo'ladi? 12 dona. 12 dona. Hammasi qo'chqormi, sog'lig'i bormi? 3 ta sog'lig'i bor. 3 dona sog'lig'i bor, 9 tasi qo'chqor. Yoshlik qanaqa cho'ylik bor ekan? Yoshlik 3 oylik plus minus. Cho'ylik plus minus. Bo'ylari 65 shunday. Plus minus. 65 plus minus endi. Hurmatli obunachilar, 3 ta sog'lig'ini qo'yib olaman deb bir joyga olsangiz ham bo'ladi, adminni olsangiz ham bo'ladi. Aloqa chiqing. Akalar yetkazib beradi. Donalab ham inshaalloh savdosi bor. Soni ozgina 12 dona aka, hammasi sifat. Bu bali ikkinchi partiyani endi yoshroqlarida. Xuddi shularni sheriklari. Sal yoshroqlari. Endi bu qancha qilamiz hoji aka bilan ayting. Xo'p, Sherzamin qo'ldi bering. Bo'ladiganini aytib beringlar. Ayting. 3 million 300 ming so'mdan bir joyga bo'lsa oldi. 32 dan qilamiz. Endi ilojimiz so'rayman. Endi to'g'ri savdo sunnati asli 3 million 300 ming yaxshi narx. Ha, endi bir joyga bering. 12. Bo'ldi, o'zingiz tindirmasin. 3 million 300 ming so'mdan bitta obunachingiz. Bo'ldi, 3 million 200 ming so'mdan. Bo'ldi, gap bo'lishi mumkin. Ammo dastlabki ham qilib berasiz, aka. Dastlabkasini qilib beraman, o'ylashmasin. 3 million akalar 3 million
Az 3 milyon 200 dan kelishdi-ga. 3 million 200 ming so'mdan. Dastlabki sinovi ham ichida. Dastlabkasi bor, bir hafta yeb ichishiga sinov olishadi. Alloh rozi bo'lsin, gapi yo'q. Hurmatli obunachilar, 3 million 200 ming so'mdan zo'r seniya bo'ldi akalar. Ikkovla varani narxida chiqdi aka, yunga olingan. Akalar sveje, kanapanachilik haligi shikastlangan joylari yo'q. Hammasi sog'lom aka, mana ko'rib turibsiz, to'tal oyoq sog'lom, yugurilib turibdi. Birontasi bir yo'talgan eshitganimiz yo'q akalar. 100 tadan oshiq qo'yib aka, chunki hammasi sog'lom akalar. Bu 3-partiya, biz 4-partiyaga siz kutgan ena bola egizchilar chiqib akalar. Hurmatli obunachilar, 4-partiyamizgami? 4-partiya bo'ldimi? Hoji aka, adashtirib yubordingiz bu Ha, qo'l serob, 4-partiya. 10 dona pachka aka, mashallah, mononi ko'ringlar. Quruvonlikqa zo'ridan olaman degan ko'kalarimizga tavsiya qilamiz akalar. Hammasi yemini yeb turgan joydan akalar belamirib ketgan mana akalar. Yo'q ustida, ammo turishini. Mana kashtan qo'ydi ko'ring-da. Hammasi tiniqlardan aka. Akalar mazza qilib boqaman quruvonlikqa yoshi sifati zo'ridan so'ragan ko'kalarimizga deyarli akalar quloqlari ham butun. Toza simjon variantlardan ekan. Yosh o'lik necha oylikka beramiz bularni? Ular 9 oylik, 10 oylik atrofida qo'ylar. Yemini zo'r yeb turgan aka. Ha, yeb turgan, yeb turmagan qo'y. Mana uni ko'ring. Mana qarang. Enini qarang qo'ydi. Bo'ylari 80 plus bo'lish kerak. 80 plus minusga berar ekan. Shunday. 80 plus minus. Shunday hech kim metr bu material emas. Endi ko'rsatib qo'yish kerak. Xudo xolasa bo'ylari 80 hisoblayveramiz. Plus minus. Hurmatli obunachilar, qo'chqorlar ko'ringlar, mazza qiladigan joylardan akalar. Mana sherzami, uni qo'ydi ko'ring. Mana qo'ydi ko'ring. Mana dumbalari ham kelgan. Gap chiqarib qo'ymagan-siz o'zinikda. Ha, buni kim pudab chiqaradi? Qo'ydi ko'ring-chi mana. Dumbalari gap yo'q. Hoji aka 10 ta ekan. Ayting, vaqt ko'p bo'lmay qoldi bering. Qancha qilamiz? 10 tasini bir joyga olishsa, ha, bo'ladigani 5 million so'mdan. Qanday demak 5 million bo'lmaydi. Hoji aka kattalar qilib bozor narxi aytib qo'yapsiz. Ya bozor narxi emas lekin. Bor 51dir-da endi-da, misol donalar. Men bir joyga deyapti, tushung, ayting. Ha, bo'pti 50 ming o'tib beraman. Yo'q, 49,5 ga hammasini beraman. Hoji aka sizga hali 50 ming tushadigan odam emassiz. Tushsa tushib berasiz, bo'lmasa tushmaysiz, bilaman daraxtingizni. 48 dan bir joyga qo'yamiz. 48 dan bizga biz ham sherzami qarang. Ozgina tomchilar sotamiz. Ko'p foyda olmaymiz. 50 ming so'm uyoqlang endi 200 mingdan tushib berasiz, 48 dan telefon baraka deydi bor. Bo'ldi, like bosib, kommentariyada otangga rahmat deyishsin. Bir joyga bo'lsa. Donalabga kelishamiz. Bo'ldi. Barakasini bersin. Hurmatli obunachilar, 4 million 800 ming so'mdan akalar seniya zo'r bo'ldi, hurmatli obunachilar. Buni sifatlari ko'ringlar, mashallah, mazza qiladigan joyda. Birinchilardan sifatib qoling akalar, mana yurishlarini ko'ring. Bular hammasi 700-800 grammdan yemini zakonni yeb turgan joyidan bular. Xotirjam olib borib bemalol yemlashaveradi. Bu 4-partiyamiz. Endi biz akalar 5-partiyalarni olib chiqamiz. Hurmatli obunachilar, egizaklardan olaman degan aka-ukalarimiz mana toza hisorisidan aka buni. Turishini ko'ring, mashallah. Bu eng chekidan onasimi yo bu bo'g'azimi? Xo'p, Sherzamin. Mana masha. Bu masha ikkita kichkinaning enasi. Ha, ikizli onasi. Ikkita egizli onasi. Mana bular uchalasi bir joydan kelgan. Uchalasi, ha. Uchalasi bir joydan kelgan. Uning nariga bitta bo'g'oz, uni ham egasi, egizcha deb bergan. Avvalo Xudo, buni ichiga hech kim kirib chiqmagan. To'g'ri gap. Ha, misol uchun bitta tug'adi, ikkita tug'adi, buni hech kim bilmaydi. Xudo xolasa bo'g'oz deb bergan. Ikkitasi egizdan 4 ta tug'di. Ikkitasi egizak, ikkitadan tug'di. Bir dona bo'g'oz. Ha, men qisqasi 3 ta katta qo'y, 4 ta mayda qo'y. Gap, hurmatli obunachilar mana. Ammo ikkala tomoni hojiga qorin tashib beribdi, ammo kichkina narsa emas ekan. Qo'yni holatini ko'rib turibsiz. Qoringa tug'ishi. Xo'p, mana. Manisi birinchi qorin. Narigisi ikkinchi qorin. Bunisiga 3 yo 4 bo'lish kerak. Ha, aslan navqiron yoshda ekan hozir. Xudo xolasa shunday. 6 yil akalar bolasini olaman deb yurgan aka-ukalarimiz yana ikkita bolasi naq, buniki aka bo'g'ozligi ham akalar avvalo Xudo 100 tala. Qorin qismi tashib bergan yelilari o'zi ko'chib qolgandan akalar mana. Kichkina ama o'ta suyakli ekan bo'g'ozingiz ham aka. Mana bolalarini ko'ringlar. Hurmatli shu bolasini narxi hozir 2,5 million so'm. Realni shu bolasi 2,5, narigisi 2 million deganingiz 1,5 million yo'q-da, yerga tushgani o'zi 2 million so'm bo'lyapti, hurmatli obunachilar. Hoji aka, bo'ylar nechiga beramiz bularni? Hop, Sherzamin, mana ulardagi 85 plus. Mana ikkitasini 80, buniki 80 bo'lish kerak. 80-85 bo'laveradimi? Shunday. Hurmatli obunachilar, mana sog'lom o'ta ham bolalar oldiga kirib qolgan enasiga yetib oladi. Bolalar qo'chqarmi sog'lom aka? Xo'p, mana ikkalasi ko'paysin, sovliq. Ha. Xo'p, bunisiga bitta qo'chqar, bitta sovliq. Bo'ldi, 3 ta sog'lom, bitta qo'chqar ekan shunda. Xuddi shunday, ha. Xudo xolasa uylarni qo'yga to'ldirib tashlaydi, yaxshilab boqib turishsa. Hurmatli obunachilar, toza hisori akalar, sog'liq ona bola, ya'ni bo'g'oz olaman degan aka-ukalarimizga mana sifatiga baho berib qo'ying. Shaytiga aytdi, "O, qo'chqarlar o'rani." Shunisi qo'chqar ekan-a? Yo, bu ikkalasi urg'ochi, mana bittasi qo'chqar, bittasi sovliq. Bo'ldi, gap yo'q. Mana qorin singan. Hoji aka, qancha qilamiz ayting. Bularni aytib ko'ring. Xo'p, Sherzamin, bular uchalasinimi? Ha.
11 million 30 millionga beraman. Yo'q, bo'ladigan summani ayting. Qarang, bunday qilamiz. Uchovsiga 10 million 30 million telefon sayrigacha tushib berasiz. Tonalab kelishamiz. Ha, uchalasini bir joyga olishsa, Uchalarni bir joyga. 30 millionga beraman. 3 ta qo'yga pul beraman. 3 ta qo'yga o'sha 3 ta qo'yga pul berishadi, 7 ta qo'y boradi. 7 ta qo'yingizga Aha. 30 million ozgina hayron qilib berasiz. Bo'ldi. Donalabga kelishamiz. Bo'laveradi. Barakasini bersin. Hurmatli obunachilar, kimgadir sifatda narxi yoqqan bo'lsa xarid qilishingiz mumkin. Ammo akalar jaydar qo'ymas. 5 million, 6 millionga ham bo'g'oz bor. Ammo bu bo'g'ozda u bo'lmaydi akalar. Shundan shu yoqqa 45 yil boqsangiz ham inshaalloh bo'lmaydi. Sababi bu narsa akalar suyak hamma tomoni zoti kelib qo'ygan akalar. Bu 5-partiya. Bundan qanaqa chiqadi aka? Videoni oxirigacha ko'rishsin. Ha. Surpriz deydimi? Ha. Zo'ri bor, zotga qo'chqorlarim bor. 3 dona. Gap yo'q. Hurmatli obunachilar, videoni oxirigacha bitta like tugmasini bosib turing. Biz bundan keyin aka zotga qo'yiladigan qo'chqorlarni chiqib kelay akalar. Qo'ying. Hurmatli obunachilar, 3 dona urug'liqqa istab yurgan aka-ukalarimizga qo'chqorda papasi deydi mana sizlarga. 2 dona sariq, 1 dona akalar uzunlig'ini ko'ring. Mashalloh, badani ham zo'r ekan. Garbonisi ham chiroyli ekan, o'ta ham. Hoji aka, bular tish buzganmi? Yo'q, endi. Bo'ylarni nechaga beramiz? Bo'ylarni mana o'lchaymiz bitta. Ha. Hozir mana shuni ushlaylikda bitta mana eng zo'ri. Mana shu qo'ydi, sherzam 7,5 millionga bermaganman. Ha. Mana ikkita qo'ydi ichida. O'sha oxirigacha ko'rib turinglar deganligim uchun shu surprizi bor. Bu yigit teskari qo'yadi, ana. 80. Qo'noq Sal kam 90. 86, 87, 85 plus. Mashalloh. Qo'ydi holatini ko'ryapsizmi mana? Urug'ini ko'ring, akalar. Uni urug'liqqa oladigan qo'y bu zo'r. Badani ham zo'r. Qo'yavering, bir yurishlarni ko'rsinchi. Hamma oyog'i sog'lom akalar, mana belini ko'ringlar. Bular ham 80 dan past emas. Ha, bunisi qora undan ham o'chagan. Qora undan ham o'cha. Bu ham 80 dan past emas. Gap yo'q. Bular yosh o'liga kattadan ham tish buzmagan. Yo'q, hali tish buzmagan, endi tish buzadi. Tish buzishga kelib qolgan. Gap yo'q. Hurmatli obunachilar, bir qo'yib yuruvlarni ko'ring. Hammasi uzunliqlari ham kelib qolgan. Hammasi qo'chiqor inshaalloh. Hoji aka, uchovini qanchadan qilamiz ayting. Xo'p, o'sha gap. Oxirida Ayting. Endi Bitta sensatsiya qilaylik. bermagan narxdan endi shularcha berasiz-da. uchalasini bir joyga olishsa, ama kam yo'q, bitta gap aytaman. 18 million so'mga uchalavering bir joyga 6 olishsa. milliondan. 6 million so'mdan. Kami bo'ladi iloji yo'q. Telefon bilan heriga tushasiz. Hech kim aytgan sotmagan. Bir joyga ozgina ham tushib berasiz. Sunnatiga ozgina aytaman. Barakasini bersin. Hurmatli obunachilar, kimgadir sifat yoqqan bo'lsa, xarid qilishingiz uzunliqlariga e'tibor bering. Qo'ydi, ko'ring, uni qo'ydi. Mana shu yerga mazza qilib boqaman degan kukalarimizga mana 3 dona akalar oldi ketib qo'ygan. Akalar chiroyli 4 ta 5 ta sog'lig'ingiz ya 10 ta sog'lig'ingiz bo'lsa, bir donasi yetkazadi inshaalloh akalar. Shu bilan video syomkamiz yakunlandi. Kanalimizga uzoqlashmang, bitta like tugmasini bosib, zamin yuzida kuzatishda davom eting. Eng sara akalar, mana urug' boblar akalar, qo'chqordi haqiqiy legendalar akalar zamin yuzida chiqib kelib chiqadi akalar. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.